Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xo'sh, bugun sizlar 21-avgust 2026-yil. Xo'sh, demoqchimiz, buni yerga ana bera tuvakchaga qurganimizga baravar 15 kun bo'ldi. Yangi barchalarni chiqarishni chiqdi. Mana kim mana shu golubka bilan shug'ullanadi, biladi. Qachonki mana shu barlar fioletoviy svet yoki nofarmon svet bo'lsa, bunga oziqa yetmaslik bo'ladi, kislik yetmaslik bo'ladi. Mana yangi barchasi chiqarishni boshladi. Imonni shuni keyin mana bu yerda invitrodan chiqqani bor. Mana bu ham o'sha yangi barcha chiqarishni boshladi. Mana bular yangi barcha chiqarishni boshladi o'sha ikkita qurganimizda bo'ldi. Xo'sh, endi bu yerga savol ketyapti. Xo'sh, men buni toshga o'rnatmaganman. Xo'sh, g'o'zani, paxtani nimasi bo'lar-ku, chanog'i bo'lar-ku. Mana chanog'ini 50% churilgan, nima deydi? Biogumush qilingan 50%. 50% tirik. Xo'sh, o'sha bilan o'zimizning abishni bug'doyini samona qilingan bu yerga mana. Mana 1 gram bera nima torf yo'qda. Mana xuddi biogumushdagi. Xo'sh, demoqchimanki, buni oziqasini kisli qilib berish kerak. Bunga torf shart emas. Xudo xolasa nasib bo'lsa bu hosilga kirsin. Endi shu hosilga kirgan paytiga ham buni videolarini qo'yib boraman. Shu O'zbekiston hududiga O'zbekistonni nima deydi? Mahalliylashtirsa bo'ladi buni esa. Buni to'lka oziqasini kisli qilib berish kerak. Vaqtiga badandan suv sepish kerak mana. Buni tushunadigan tushunadi. Mana shu yashil barg bo'lsa, ham yashil, mana shu ochiq yashil, mana shunday bo'lsa, buni o'sishi yaxshi. Mana yangi barg chiqargan. Eski barglar mana. O'sha yangi barg uchidan ham chiqarib kelyapti mana. Chunki oziqa yaxshi, tomir rivojlanishi yaxshi. Mana shu buni qo'yib boramiz. Vaqt soati kelguncha hozircha bir narsa deb aytib bo'lmaydi. Buni imunni shu narsani chirindiga ham o'stirsa bo'ladigan, lekin tuvakka o'stirganman men buni. Tuvakka.